Assalomu alaykum yaxshilar, salomatmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Hurmatli YouTube'dagi bizni kuzatayotgan qadrdonlar. 2-3 oy menimcha ko'rishmadik sizlar bilan, ha? Qarang. Vaqtni tez o'tishini qarang-da azizlar. Xudo xolasa men har doimgidek shu Kazandaman. Shu yerlarda istiqomat qilib, ishlab rizqimizni terib yuribmiz. Azizlar, o'zingizlarda nima gaplar, nima yangiliklar hayotlarda? Charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Joninglar sog' bo'lsin. Shu video chiqarmasam ham Telegram gruppamizga o'tib, lichkamga o'tib, kimdir Telegramdan, kimdir WhatsAppdan, kimdir Maxdan yozib hol ahvol so'rab, juda ko'pchilik nimaga video chiqarmay qo'ydingiz deb so'radilaring. Alloh rozi bo'lsin. Ayniqsa yoshi katta otaxonlar va onaxonlar so'radi, bolajonim nimaga yo'qsiz deb. Iloyim tan jonlaring sog' bo'lsin. Alloh umringlarni, rizqinglarni barakotli qilsin iloyim azizlarim. Sizlarga kattakon rahmat shu yo'qolib qolsak ham xabar olib turganlaring uchun. Boylarga shukr. Kazanda biz shu bunaqa bitta joyga o'rnashib olganman. Shu yerda yashab, bir shahardan chekkaroqda, tinch joyda, hali aytadi-yu, qishloq sokin, tinch deydi-yu, shunaqa joylarda xudo xolasa yashab, ishlab yuribmiz. Men bu yerda vagonda yashayapman. Qisqacha qilib aytganda, kvartirada ham picha yashadik. Xullas, shu yerda yashash har tomonlama yaxshi deb tanlovni qabul qildik, xudo xolasa. Shuning uchun shu yerda yashab turibmiz. Bundan buyog'iga xudo xolasa harakat qilaman, ko'proq video chiqarishga YouTube kanalni ham tezroq yana ham rivojlantirib, tezroq video qo'yib sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilaman. Shu kunlarda, shu vaqtgacha lekin biz qaysidir ma'noda ijod deydimi yoki bo'lmasam video qo'yishdan deydimi charchaganimiz yo'q, to'xtaganimiz yo'q. Faqat Instagram sahifamizni yurgizdik. U yerda ham 8000 dan oshdi podpischilarimiz, obunachilarimiz. Ularda ham juda ko'pchilik mana shu YouTube'dan ko'rib turgan bizni qadrdonlarimiz bo'ladi. Agar Instagraminglar bo'lib, menga podpiska bo'lmagan bo'lsalaring, lotinchada kichkina harfda Botirtoy deb yozsalaring, chiqadi Instagramimiz. Ana shu yerga o'tib, obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ko'proq nisbatan video chiqarib turibmiz, xudo xolasa. Bilasizlar, Rossiyadaman. Osmonimiz juda ham musaffo emas. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar qulflangan, berkitilgan, yopilgan, internetlar sekinlashtirilgan, juda ham yaxshi emas. Oldinda odamlar aytardi, O'zbekistonimizda yoki Tojikistonimizda internet sekin ishlaydi, qimmat bo'lib ketdi deb juda ko'pchilik aytardi. Hozir Rossiyada undan ko'ra ham juda ham sekin, juda ham sust bo'lib ketgan internet, ya'ni ijtimoiy tarmoq. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarimizda ayniqsa vapshim zo'r ishlayapti. Yaqinda uyga borib keldim. Shu uyga borganda ham ko'rdim, juda zo'r ishlayapti. Shu samolyot qo'nishiga pip xabarlar kelib, nima bo'lib ketdi, xudo xolasa. Shunaqa gap. Endi hozir men ish qilishim kerak. Mana g'ishtlarni maydalab, pachaqlab, aytdimda, tekizlab turib, g'isht siniqlarini yo'qqa otaman deb mo'ljallab turibman, xudo xolasa. Chunki ichkarida bir o'zgartirish kiritildi proyektga, shunaqa qilindi, xudo xolasa. Bu musorlarni xudo xolasa 1-2-3 kunda konteyner keladi. Konteyner kelsa, konteynerga yig'ishtirib olsak, xudo xolasa, batlarimiz ham ancha obod bo'lib, nima bo'lib qoladi. Go'zallashib, chiroyli bo'lib qoladi. Bu yog'imiz endi ko'l. Kaban deydi bu tomonimizni. Shunaqa joy. Haligi shunaqa joylar bo'ladi, shaharning markazi, lekin shaharning markazida qishloq joylar bo'ladi. Agar siz Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, sizni ham shaharingiz ichida shunaqa joylar bormi bo'lsa, kommentariyga yozib keting. Например, bizda Kazan shahrida, shaharning markazida Ametova degan posyolka bor. Shunday baland toqqa o'xshagan bir joy, faqat bitta yo'lay bor, o'sha yerdan chiqib, o'sha yerdan kiriladi. O'sha yerda posyolka bor. Undan tashqari men turgan mana kichkina yana bitta posyolkacha bor. Bu ham shaharning markazida joylashgan, lekin bitta qishloqcha. Shu yerda xudo xolasa istiqomat qilib yashab, nima qilib yuribmiz. Siz ham Rossiyada bo'lsangiz, sizni ham shahringizda shunaqa joylar bormi? Ya'ni shu shaharning o'rtasida holga o'xshab turadigan bir qishloqchalardan. Ay? Скучно. Скучно? Да, конечно. Как вы? Я так, какой-нибудь
Там на прокат дают же телевизор. Что? Взял бы, поставил. Что? А, телевизор? Да. Да нет уже. Да, там- Wi-Fi надо ставить. А? Wi-Fi поставить надо. У меня просто интернет очень тупит. Антенну туда поставил и все. Наверх. Да. Ну как вам? Да. А погода плохой. Жарко? А жарко и это. Давление поднимается по погоде. Ну, уже возраст. А целый день сижу дома и все. Ничего не могу делать. Понял. Он сам не здесь, что ли, не в Казани, что ли, это Искандар. Искандар нет, он этот неделя должен приехать. Не знаю, что ребята сказали, я еще не созвонился с ним. Может приедет скоро. Вот это металлом собирал бы, сдал бы. Который? Вот эти. Это? Да. А, на металлом? Да, они берут его. А, этот берут они? Да, берут. Ладно, собираем тогда. Собирать-то и А, да, собирать. здесь много А же. металлом давай и все эти. Да, и там тоже что есть. Вот этот тарелку тоже можно дать. Они берут все это на металл. Да. Иногда здесь приезжает Кто? машина. А, металлом? Да. Понял. Хоть дешевый там для еды, для чего-нибудь все равно будет. Конечно. Ладно, тогда сейчас я соберу. Нет, сначала я хотел этот кирпич сломать и туда таскать. Ломать все, не это. Здесь заставить чистить. А? Заставить чистить. Это канал чистить заставить. А, чистить они? Да. Тогда где-нибудь я потому что- бросаю здесь. Вся уличная это вода сюда течет. Вспомнил. Когда дождь будет, снег. Я сколько замечаний сделали уже. Чтобы почистить. Да. Понятно. А змея еще не попал. А? А змею я еще не видел. Не видел? Нет, еще. Они, может быть, спрятались где-то лежат. Я андатра-то увидел. Да. Несколько андатров. Позавчера. Андатор есть, так все уже. Они вот оттуда залив есть, оттуда заходит сюда мелкие рыбы и змея оттуда заходит. Наверное, здесь у меня воды нет этот год что-то. Не слышно. В прошлом году был в воде, и этот год что-то нет. Прошлый год был там вода. Да, сейчас нет, по-моему. Это вот дожди начнется и будет. Может, попозже приедет. Да. Просто страшно, ночью вагончику этот дверь открою, открытие Зараза, сплю. это, Поэтому они между этим лазят, блядь. Это змей, блядь. Это гадюка, зараза. И это язовитые, блядь. я тогда или туда у нас второй этаж же можно же жить, я туда поднимусь тогда. Могут подняться по трубе, везде лазить они. Да, блядь. Да, на дерево лазить, блядь, и птички поймать, где гнездо, А, даже. да, оттуда даже. Такой шустрый Да, змей. незаметно они, блядь. Ладно, судьба. Если гладит меня, гладит. Если нет, Я, нет. блядь, потому что у нас деревня была вот так. Рядом лес, блядь. И это тоже вода, кругом у нас волк, камы там. Да. И, блядь, это, где вот дерево растет, блядь, там, блядь, лазить, блядь. Двоих-троих деревню укусили, блядь. Скорый увез, потом. Блядь. Ладно, сейчас я здесь посмотрю. Вот bizda hozir mana tomonimiz ko'l. O'tgan yili deyapti, kecha kuni ham aytib o'tgan yili mana itlar ko'l xullas. Mana yerda hojatxona bo'lsa, mana men tualetim bo'lsa, tualetimga ko'l. O'tgan yili salakam 2 metrlik qalin ilon kelgan edi. Вот сюда будет и, Ha, sуда? да, лежать. И
Здесь может тоже. Ну, всегда у меня дверь открыта. Да, когда выходит, под ногой смотри всегда. Да. Xo'p, mashitlar mana ko'llar mashitlar ichida ilon chiqishi mumkin deyapti. 2 metrli ilon odamni yutishi mumkinmi? Bilganlar yozib yuboringlar. Аккуратно. Вот здесь вот. Да, бывает, да, здесь? Вот это все нужен ему, нет, блядь. Да, блядь, мне нужен был. Это, доску? Да. Да, приедет как Искандер. Спросите, если скажет, да, заберете муж. А я это, меня много не надо. Я канула собака, блядь, делать надо. Да. Собака хочу брать. У меня алабай был, умер. А, сейчас нет собак? Сейчас нет, другой вот я. Другого хочу взять. Да. Это сибирский лайка. Тоже большой она? А он больше не растет, вот так все. Двухместный вот такой же. Прямо слушается. Bunaqa tikonlar bo'lardi bizning qishloqda. Umuman aytga bitta qamishlarda mol bo'lsa, umuman maza qilib yuboradi umuman aytda. Я этого могу. Сюда пойти. Где-нибудь спрятаться, где солнце есть, загорается они. Понял. Ночью охотятся, днем уже загорается. Змея. А, смотрите, змея есть вот такой большой, хотя бы вот такой есть. Вот такой есть. Еще больше. Вот так. Маленький чуть. Да. Mana turbadan jichingizga qarayapti. Ilon. Вот такой, блядь. 1,5 metr. Да. Они вот сюда могут подняться. Tog'a kirib turbishma, tog' yo'qlantirdi mani. Нагреться под досками может. Pakapatlarda yo'q ilon. Shunaqa qamishlarda molni boqishlik ekanda bitta. Bo'pti, azizlar, bo'lmasam sog' bo'linglar. Bir tog'ani kuzatib boribman sekin. Ishimda davom etaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Rahmat hammaga.